Assalomu alaykum. Bir narsaga hayronman. Nega odamlar Instagramga kirib futbolchilarni izohlar qismida burralatib so'kib yotibdi? Onasidan ham, otasidan ham, o'zidan ham qarg'ab so'kib yotibdi. Nega? O'zbekiston terma jamoasi Portugaliyaga yutqazdi. Qaniydi yutsaydi, qaniydi durang o'ynasaydi eng kamida. Lekin Kolumbiyaga ham yutqazdi, Portugaliyaga ham yutqazdi, lekin atayin yutqazdimi? Masalan, Kolumbiyadan, Portugaliyadan soqqa olib qo'ydimi? Soqqa olib qo'yib odamlarni ishonchini bir teng qildimi? Masalan, amaldorlar soqqa olayotgan paytda, pora olayotgan paytda bilib turib qiladi. Kimnidir haqqini kimgadir berayotganini bilib turib qiladi. Amaldorlar bu masalan deylikki, asfalt yotqizilishi kerak bitta ko'chaga, mahallaga. Asfaltni ichidagi ba'zi narsalar bor-ku, o'shandan urib qolib turib uchastka quradi, bolasini o'qitadi, xotiniga mashina olib beradi. Amaldorlar byudjet pulini o'marayotgan paytda bilib turib qiladi. Ertaga bu pulni o'marishini evaziga qayerdadir yetim bolalar qiyinchilikda qolishi mumkin. Maktabdagi o'quvchilar qiyinchilikda qolishi mumkin. Kasalxonadagi kasallar qiyinchilikda qolishi mumkin va bu narsani bilgan holatda, tushungan holatda, aqli yetgan holatda qasddan qiladi. Lekin O'zbekiston terma jamoasi futbolchilari qasddan bilib turib atayin yutqazdimi? Yo'q, atayin yutqazmadi. Nega biz amaldorlarga indamaymiz-da? Butun bu ichimizdagi tashvishimiz, zardobimiz, kuchimizni amaldorlarga ko'rsatmaymiz-da? Bunaqangi og'zi polvonligimizni amaldorlarga bildirmaymiz-da? Lekin futbolchilarga haqiqatan o'zi ham yutishni xohlagan, ertalabdan kechgacha mashg'ulot bilan band bo'lgan, Amerikaga borib turib shahar ham ko'p aylanmasdan qaytib keladigan bu futbolchilardan nega alamimizni olamiz? Buni sababi oddiy. Portugaliyani diktatordan so'rashgan ekan. Odamlarni siyosatdan chalg'itish uchun, o'zini boshidagi tashvishlardan chalg'ib turib, o'zini yengil his qilib, siyosatga aralashmaslik uchun nima qilsa bo'ladi deb Portugaliyani diktatordan 40 yilga yaqin Portugaliyani boshqargan diktatordan so'rashgan paytda Salazar aytganki, Portugaliyaning diktatori aytganki, 3F bilan odamlarni siyosatchilardan chalg'itish mumkin. Odamlarni amaldorlarga qaratilgan nafratini 3F bilan chalg'itish mumkin degan. Nima bu 3F? Birinchi F, fado. Fado degani bu og'riqli, dardli, alamli qo'shiqlar. Voy siqilmagin, voy siqilib ketdim, voy yuragim senga jonim achib ketdi, voy meni tashab ketdi, voy meni qiynab ketdi, sog'inib qoldim, qiynalib qoldim degan qo'shiqlarga rag'bat bergan davlat siyosati. Nega? Chunki odamlarni tashvishi bor. Kimdir yo'qchilikdan qiynaladi, kimdir bolasi kasal, kimdir otasi kasal. Kasalxonaga boradigan bo'lsa, kasalxonada yetarlicha sharoit yo'q. Davolayman desa, dori olaman desa yetarlicha puli yo'q. Kimdandir qarzi bor, bankdan krediti bor, u bor, bu bor, mingta tashvishi bor va bu tashvishlarni hal qilish kerak bo'lgan hukumat, lekin hukumatdan alamini olmasligi uchun xalq yoki amaldorlarni so'kib qarab yurmasligi uchun, odamlarni chalg'itish uchun nima qilingan? Portugaliyada fado, dardli, alamli qo'shiqlarga va qo'shiqchilarga rag'bat berilgan. Qo'shiqchilarga mukofotlar berilgan, imtiyozlar berilganki, dardli, alamli qo'shiqlarni rivojlantirsin. Odamlar ichidagi o'sha dardini, alamini qo'shiqlarni eshitib yengil tortsin. Bu xuddi latifaga o'xshaydi. Bir odam qiruch razmerli deyiladi-yu, qiruch o'lchovli oyoq kiyim kiyish kerak ekan. Lekin u 39 o'lchovli oyoq kiyim kiyib yurar ekan. Undan so'rashibdi: "Nimaga sen o'zingni qiynab 39 o'lchovli oyoq kiyim kiyib yuribsan, qiruchni kiysenchi, maza qilib yursenchi?" desa, "Yo'q" debdi. "Ishga boraman, xo'jayinim baqiradi. Uyga kelaman, ro'zg'orni yetishtirib olmaganim uchun xotinim ming'irlaydi. Ko'chaga chiqaman, oshna-og'aynim faqatgina yengil-yelpi narsalarni aytadi. Mazza qila olmayman. Qachon mazza qilaman? Qachonki shu 39 razmerli, 39 o'lchovli oyog'imni siqib turgan oyoq kiyimimni bitta chiqarsam, mazza qilaman" degan ekan. Xuddi shunaqa Salazar Portugaliyani diktatori olib borgan siyosat bo'yicha birinchi F, fado, dardli, alamli qo'shiqlar bilan odamlar mazza qilsin, yengil tortsin deb turib, birinchi F ga rag'bat bergan. Ikkinchi F bo'lsa Fatima. Fatima degan Portugaliyada bir qishloq bor. Fatima haqiqatan payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam qizlarining ismi. O'zimizda ham bor-ku Fatima degan ismlar. Xuddi o'sha ism bir qishloqqa berilgan. Nega deyilsa, Ispaniyani bir qismi, Portugaliyani bir qismi qadimda musulmonlarning qo'lida bo'lgan. U yerda Andalus degan bir davlat bo'lgan.
musulmonlar boshqaruvidagi bir joy bo'lgan. Portugaliyani katta qismi ham, Ispaniyani katta qismi ham va Fatima ismli bir qishloq bo'lgan. Va u qishloqda bugungi qishloq bugungi kungacha ham bor. U qishloqda 3 ta bola 1917-yilda 3 ta bola Maryam onamizni ko'rganini iddao qiladi. Biz ko'chada ko'rib qoldik, bizga yaxshiliklar qildi deb turib, mahallasiga, qishlog'iga borib aytadi. Va keyinchalik bu rivoyat bu mo'jizaviy bo'lgan holatni davlat siyosatiga aylantiradi Salazar. Mo'jizalar, karomatlar kabi gap so'zlarni tarqatgan holatda odamlarni chalg'itadi. Siyosatdan, amaldorlarni olib borayotgan siyosatidan chalg'itishga harakat qiladi. Buni misoli SSR davlatida ham bo'lgan. SSR davlati 1985-yilda Gorbachov degan odam SSRni rahbari bo'ladi. Rahbari bo'lganidan keyin oshkoralik e'lon qiladi, qayta qurish e'lon qiladi va matbuotga erkinlik beradi. Demokratiya boshlandi deb aytadi. Hamma erkin bo'lsin, hamma fikrini aytsin deganidan keyin odamlarda ichida yig'ilib turgan zardobi bor-ku, siyosiy masalalarda, turli xil holatlarda ko'chaga chiqib mitinglar o'tkazishni boshlaydi xalq. Va bu narsa davlatning siyosatiga, davlatning muhitiga ta'sir qiladi. Shunda KGB Kashpirovskiy degan odamni chiqaradi. 1988-yildan boshlab Kashpirovskiy degan odam televizorga chiqib olib yoki katta zallarga odamlarni yig'ib turli xil seanslar o'tkazadi. Bionur, bioenergiya degan nomlar bilan bugungi kunda ham bor. Bu Kashpirovskiy ham o'sha paytda o'zining davrida qilgan. Hattoki uyda o'tirib, televizorda ham odamlarni davolagan. Отключаетесь. Быстрее. Qilgan ishi nima? Nimadir o'qiydi, nimadir qiladi, shunchaki qo'lini odamlarning boshiga tekkizadi yoki boshiga olib keladida, ko'zi ko'rmayotgan odam ko'rib ketadi. Oyog'i yurmayotgan odam yurib ketib qoladi. Kabi mo'jizalar bilan odamlar chalg'itish boshlanadi va u aslida SSRning xavfsizlik xizmati KGBning loyihasi edi va keyinchalik Kashpirovskiy 95-yilgacha deputat ham bo'ldi va deputat bo'lgan partiyasi Liberal Demokratik partiyasi, Rossiyaning Liberal Demokratik partiyasidan bo'lgan. Chunki Liberal Demokratik partiyani tashkil qilgan tashkilot bu KGB edi. KGBning eng muvaffaqiyatli operatsiyalaridan biri bu LDP, o'sha Liberal Demokratik partiyasini tashkil qilinishi degan va u partiyaning rahbari kim edi? Zhirinovskiy edi. Zhirinovskiy masalan bugungi kunda eski gaplari chiqqan paytda voy kelajakni zo'r ko'rgan ekan deyiladi-yu, yo'q unaqa emas. Zhirinovskiy KGB qilgan analizlarni tilga olib chiqadigan davlat tizimini bir tilida xolos. KGB o'zi analiz qilardi, tahlil qilardi va KGB xohlagan tashkilot gaplarni, masalan keyinchalik FSB, o'sha KGB ayni holatda FSB bo'lib davom ettirib turibdi va uni aqlidan o'tayotgan analizlarni, tahlillarni hammasini Zhirinovskiy keyin tilga olib chiqardi. Va o'sha partiyadan keyinchalik deputat bo'lgan Kashpirovskiy 1988-yilda odamlarni davolash nomi ostida odamlarni yig'ib turli xil seanslar o'tkazilgan. Televideniya, u paytda televizor bo'lgan edi, monopoliya edi. Televideniyaga uni chiqartirib seanslarga qo'yib berilgan edi. Masalan, ota-onangizdan yoki amma xolangizdan yoki katta avloddan 80-yillarda yashagan, yaxshi eslaydigan odamlardan bir so'rab ko'ring, Kashpirovskiy kim edi desangiz, televizor yoniga suv qo'ydirib turib odamlarni davolashga harakat qilgan. Televizorda o'tirib olib odamlarni davolashga harakat qilgan odam. Bugungi kunda ham hali Qo'qonda bor, og'riq bormi deb turib, u ish bo'lmasa og'riq bormi deb turib, soxtagarchilik qilayotgan odamni oldiga odamlar boryapti, ish bo'lmasa, ya'ni borib turib, keyin davolayapti. U Kashpirovskiy o'tirgan joyda odamlarni davolashni iddao qilardi va ko'zi ko'rmayotganlar ko'rib ketib qolardi. Oyog'i yurmayotganlar yurib ketib qolardi va odamlar shunday qilib siyosiy vaziyatlardan, siyosiy holatlardan chalg'itilgan edi. Bu ikkinchi F. Birinchi F Fado, ikkinchi F bo'lsa Fatima. Fado dardli, alamli qo'shiqlar. Ikkinchi F bo'lsa afsonaviy, qanaqadir mo'jizalar, karomatlar bilan odamlarni chalg'itish. Uchinchi F bo'lsa futbol. Salazar, Portugaliyaning diktatori, xalqni, odamlarni siyosatdan chalg'itish uchun, hukumatdan, amaldorlardan nafratlanishini oldini olish uchun, xalqni ichida yig'ilib qolgan zardoblarni, dardlarni, alamlarni to'kish uchun futboldan foydalangan. Qanaqa qilib? Stadionga tushgan odam yo futbolchilarni so'kadi yoki hakamni so'kadi, ichidagi butun zardobini, alamini to'kadi. Va bugungi kunda kimda kim futbolchilarni ijtimoiy tarmog'iga kirib,
izohlar qismida ularni so'kayotgan bo'lsa, o'zi aslida ularni alami boshqa joyda. Yo mahalla raisidan, yo hokimdan, yo falonchidan, yo pismadonchidan alami bor o'zi shundoq ham, ya'ni boshqa masalalar bilan soatlab yoqilg'i quyish shoxobchasida navbatda turgan bo'lishi mumkin. Naryoqda krediti bor, to'lamayotgan bo'lishi mumkin. Ertalabdan kechgacha kira bilan shug'ullanib turib, mashina haydab ro'zg'orga yetkiza olmayotgan bo'lishi mumkin. Mashinasini to'lovi bor, eplay olmayotgan bo'lishi mumkin. Mingta tashvishi bor va u narsalarni tashvishini hal qilish uchun chora topolmaganidan keyin yoki soatlab navbatda qo'yayotgan amaldorlardan alamini ola olmayotganidan keyin nima qiladi? Tayyorgina oldiga kelib qolgan imkoniyat. Futbolchilarni so'kish, futbolchilarni haqoratlab, oilasiga, sha'niga og'ir gaplar gapirib, dardini, alamini chiqarishga harakat qilyapti va bu xato aslida. Va bu Salazar, Portugaliya diktatori aytganidek, 3F bilan odamlarni haqiqiy muammolardan chalg'itish, haqiqiy siyosatdan, siyosatda bo'layotgan vaziyatlardan, amaldorlar qilayotgan qing'irliklardan chalg'itish uchun 3Fni foydalanish hisoblanadi. Va biz o'zi aslida bunaqangi holatga tushmasligimiz uchun nima qilishimiz kerak? Aqlli, zehnli odam har bir qilayotgan ishini hisobini bera oladigan, javobini bera oladigan odam bo'ladi. Aqllimi, zehnlimi, shu ishni nimaga qilyapsan desa, javobini bera olish kerak. Agarda nimaga sen futbolchilarni haqoratlayapsan, nimaga so'kyapsan desa, yutqizib qo'ydi deydigan bo'lsa, u futbolchilar bir marta bu darvozadan bu darvozasigacha yuguradigan, bir marta yuguradigan masofagacha biz erinib taksida borishga harakat qilamiz. U futbolchilar bo'lsa 10 martalab, 20 martalab yuguradi o'yin paytida, undan oldin mashg'ulotlar bilan, ertalabdan kechgacha mashg'ulotlar bilan. Nima uchun? Yutish uchun, g'alaba qozonish uchun va yutishni o'zi ham xohlaydi. Aytganimdek boshida atayin yutqizmadi, bilib turib yutqizmadi. Imkoniyat shuni taqozo qildi va aslida borishini o'zi, qatnashishini o'zi katta narsa edi. Chunki yillar davomida shu holat kutilgan edi. Hojiboy Tojiboyev aytganidek, mana jahon chempionatida qayerdagi komandalarga biz muxlislik qildik-da. Masalan, men Fransiyaga kimdir, Braziliyaga kimdir, Italiyaga kimdir, Angliyaga kimdir, Germaniyaga balet qildi. Yo'q o'zimizning komanda. Biz ham rozi edik. O'zbekiston terma komandasi biz ham xohlardik. Samolyotga o'tirib, tantanali ravishda kuzatib qo'ysak, ular uchib borib Germaniyaga bir marta qo'nib, o'ynamasa ham mayli edi. Bitta maroj deb qaytib kelsa mayli edi. Shu narsaga ham rozi edik. Bu gapni Hojiboy Tojiboyev 20 yil oldin aytgan. Masalan, Osiyo o'yinlari degan o'yin bo'lganda O'zbekiston Yaponiyaga 8-1 ga yutqazganini eslay olaman. こういう試合の中でこうどんどん修正していってほしいなと思いますね。小野から北島、オフサイドではない。さあキーパーと1対1だ。外れた。完全にフリーだ。決まった。北島決めた。今は小野裏を狙ってくる。ゴール前が西澤が入ってきた。西澤と北島もいる。左足のシュート。Pavel Bugalo degan darvozabonlar bo'lardi, Mirjalol Qosimovlar bo'lardi, Shatskihlar bo'lardi, Andrey Akopyans deganlar bo'lardi, Ashurmatovlar bo'lardi, juda ko'p o'yinchilar bo'lardi va Yaponiyaga 8-1 ga yutqazgan. Va bugungi avlod, bugungi yosh avlod futbolchilari, men o'yinni kuzatdim, haqiqatan oldingi biz 20 yil oldin, hatto 10 yil oldin ko'rgan futbol o'yiniga nisbatan ancha kuchli o'ynashyapti. Taktik jihatdan ham, jismoniy jihatdan ham, iroda jihatdan ham, tirishqoqlik jihatdan ham haqiqatan yaxshi o'ynayapti. Faqatgina raqiblari haqiqatan kuchli raqiblar bo'ldi. Shu sababdan ham O'zbekiston guruhdan chiqa olmasligi mumkin. Kongo bilan qanaqa o'ynashi noma'lum, lekin bunaqangi paytda, hozirgi vaziyatda biz o'zimiz qanaqa kayfiyatimiz tushayotgan bo'lsa, futbolni O'zbekiston futbolda yutqazgani uchun, O'zbekiston terma jamoasi yutqazgani uchun qanaqa kayfiyatimiz tushayotgan bo'lsa, futbolchilarni ishoning, bizdan ko'ra ko'proq xafa holatda. Ularni qo'llab-quvvatlash o'rniga, ko'nglini ko'tarish o'rniga, mayli bu birinchi safar-ku, keyingi safar yana imkoniyating bor deb turib qo'llab-quvvatlash o'rniga so'kish bu to'g'ri emas. Agarda kimni agar haqiqatdan dardi, alami bor bo'lsa, kimdir xotinidanmi, qo'shnisidanmi, boshlig'idanmi, hokimdanmi, mahalla raisidanmi alam bor bo'lsa, to'g'ri manziliga borib turib, u yerdan alamini olish kerak deb o'ylayman. Shu sababdan ham iltimosim shuki, besabab futbolchilarni so'kayotgan,
besabab blogerlarni haqorat qilayotgan, besabab odamlarga zardobini to'kayotgan yoki eng kamida qizil yonib turgan paytda yo'lchiroq babab qilib turib ichidagi alamini to'kishga harakat qilayotganlarga iltimosim shuki, eng kamida o'zimizni hurmat qilaylik. Sog' salomat bo'ling, omon bo'ling.